Assalamualaikum Allah. Waalaikumsalam. Beytullah mübarek olsun. Beriki olsun. Bugün kurban için de bu. Şunda. Da bu sırada bakıla biz kurban demişler. Etlik alınmaz. Etlik kiyimlerimizi Koy boğuzlayız. Koy boğuzlayımız kurban etti. Namazı koyumuz. Amimiz. Öğlenli iklayımız. Etlik dostluğun salımız. Yiğit namazımız çıktı. Yine çoğunlardan kazanmıştık. Nayt yaxşı. Yiğit namazın çıkandan keyin çoğunlarının kabul beşini yutmayımız. Vallahi hazır emmalı biz yettin demişlerini kılımız bizden lağı. Hem de yettin demişlerini kılmayımız. Yani başkalarına öyle itlak dağında kanda edep kaidelerge uysunuşumuz gerek bilemizler. İtlaşlarına kayıtsız olan dedi. Onda biz hazır tacgün varlığına öyle itibar. İtlaştan kanda edep kayıtsız buldu. Ögüneydi. Güzel. Şimdiden çekmeyimiz öyle boğazlarla onlardan mümkün. Nay to'g'ri dedi Muhammed ishik chekkanda unda chekmaymiz Gulshan. Ishikni qanday chekdik? Uydagilar aramayotgan bo'lishi mumkin, uyda buvoq bolalar uxlayotgan bo'lishi mumkin, yoki kasallar bo'lishi mumkin. Shunaqa ishikni qanday chekimiz? Yaxshi, ishikni asta 3 qatim cheksak bo'ldi. Kim o dedi? Zehra çekince kim olsa ben bilemiyoruz, kim bu halkımız bilemiyor. Halk deyimiz ben Zehra'da. Ben Zehra. Nay yaxshi. Ishik chekkanda ismimiz bilan birga qo'shib deymiz, ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eid muborak bo'lsin. Tekrar merhaba. Endi bola uy kirimiz bor. Uy kirganda qanday kiradi? O'qitimiz bilan. Eidimiz mübarek olsun. Eid muborak bo'lsin deymiz. Uydagilar bilan salomlashamiz. Unda bo'lsa kiraylik. Assalomu alaykum. Eid muborak bo'lsin. Kralına merhaba. Rumaysa cho'nglar bilan bir qo'limizni ko'rishmaymiz. Cho'nglar bilan ko'rishganda ikki qo'limiz bilan egilib ko'rishimiz. Bosh ko'rishamiz. Assalamualaikum, hoş geldin Allah. Assalamualaikum, hoş geldin Allah. Assalamualaikum. Kralına merhaba. Aleykümselam. Aleykümselam. Emma Allah hoş geldin Allah. Hoş bulduk. Rahmet. Neresineydi? Vallahi mehmandaşlık kelganda Muhammed Ali putumuzda sunub o'tirmaymiz. Qanday o'tirdik? O'g'illar yukinib o'ldirsizlar, qizlar putumlarni o'ng tarafga qilib chiroyli o'ldiringizlar. Voy rahmat. Vallahi bu bizning qo'l yuydigan narsaning ismi nima edi? Bilamsizlar? Abdua chilapcha. Mani chilapcha deymiz, mana suv quydiganni abdu deymiz. Qo'l yuvishning qoidasi bor. Qo'l yuvgan vaqtimizda suvni azroq elib, bir qaytim, ikki qo'limizni yuvib, chachratmay, ikki qaytim, uch qaytim yuvib bo'lgandan keyin suvni ikki tarafimizga hech chachratmaymiz. Sayibxon bergan lungi bilan qo'limizni asta surtamiz. Rahmat. Andan keyin suv berganingizga rahmat deymiz. Ham sizlar qulog'ini yuvinglar. Endi ben çay koyay. Yaxshi. Hozir qaranglar, Rumaysa muallimning qo'lidan chaynak bilan piyolani oldik. Mushunga o'xshash biz bu vaqtda yenimizda biror cho'nglar ish qilayotgan bo'lsa, cho'qim cho'nglarning qo'lidan u ishni men qilay deb elishimiz kerak. Tushundinglarmi? Kırmaysa, çayını orada korkutup, köpük çıkarıp koymayımız. Karan ben size kösüp koyayım. Bunu kılıyı tekrar kurup, köpük çıkarmayı, adından koyayımız. Hem de çayını meymanlığa sunum ve sonradan da alınan çoğunlardan başlayımız. Son taraftan başlayalım.
Kürşat, çayını ağa vaxtımızda onda bir qo'llab olmaymiz. Çayını ağa vaxtı mən bayam ağanda ködonlağı azraq iyilib, ikki qo'limiz bilan Soyibxonga rahmat, hashqallah deb turib olamiz. Qani, subhanallah ma'lum degandek siz aytmayapman, Rumaysa. Yaxshi. Balalar do'stigan narsalarni yeganda tishimiz o'tmagan badamlarni yoki boshqa o'zimiz yoqtirmagan narsalarni yalab qo'yib, og'zimiz sag'anni yana qayta joyiga qo'yib qo'ymaymiz a? Mana shu qo'yay. Bek o'xshab turib qaranglar. Mana yog'lar. Qaranglar balalar do'stiganda yana sazı bor ekan shundaqku. Biz sazı ko'rsak hech esimiz keldi. Soyibxon qanaqdi bizni azizlab atoyidan sazını qo'yibdi. Ayet yana bir xil sazı bor ekan. O sazını qanday sazı deymiz? Varaq sazı. To'g'ri, biz xotanda varaq sazı deymiz. Yana boshqacha ataydiganlar bormi? To'g'ri, bizning tarafda qiyiqchi deymiz, Qashqar tarafda. Har xil atilishi bor ekan. Hozir balalar qaranglar chiroyli hit dasturxonda o'tirdik. Endi hit dasturxonda bizga hozir tomoq kelganda, tomoqni qanday yeydik? Tomoq yeyishning adabini bir deb aytinglar. Bismillah deb yeymiz. Yaxshi, Muhammad bismillah deb yeymiz. Qo'limiz bilan yeymiz. Aldığımızda çeşme yeymiz. Özümüzden aldıdan elip yeymiz. Yenicu. Avaz çıkamay yeymiz. Lağmanla avaz çıkarıp kanda yeymiz. Lağman avaz çıkamay kanda yeymiz. Asta elip, ağzımızı yumup, şapıldatma yesek, lağmanım avaz çıkarmay ilgili buldu. Tamakni, lağmanlı bolsun, her kanda tamakni avaz çıkarmay hiç bizden medeniyetimiz. Ağzımızı tamaq babaqda gep qılmaymiz, başqalar çəçirab getməslik üçün. Tamaqni aldığımızdan yeyimiz, çaçma yeyimiz, on qolumuz bilan yeyimiz, bismillah deb yeyimiz, shunday qilib. Hozir hamsa kelgan tamaqlarni shu qoida bo'yicha yeymiz. Yana qanday yeydik, Muhammad? Yaxshi ko'rganmasini mehmonga Mehmon yaxshi ko'rmaylar deymiz. Nayt yaxshi. Masalan, bizda yegimiz yo'q, tamoq akasa, men bu tamoqni yemayman, men bu tamoqni yaxshi ko'rmayman demaymiz, shundaq-ku. Nayt yaxshi Muhammadbek, muhim bir gap qildi-ya. Unda bo'lsa hozir tamoqimizni yeydi. Əmdi savaqdaşlar, mən sizlərə Qurban Meyit bizi qandaq gələn bu toğruluq qısqı düşünç verir. Sizlər biləmsizlər ki, gedib bildiğanlar varmı? Ondaqda sizlərdən bir sual soray. İbrahim Aleyhisselam'ı ne biləmsizlər? O kim? Peygamber. Bir peygamber. İbrahim peygamber, yani bizden peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den qovusi, şundaq-ku. Ondaqda İbrahim peygamber nəhayət çox sınaqlarga duç gəlgənkən eyni çağda. Məsələn, qandaq sınaqlarga duç gəlgən bildiğanlar varmı? Muhammed? Allah degan tushlar bazını qurban qilish. Emri berdigan qurban qilsa, pichoq o'tmabdi, agar Alloh birda qo'yib tushirib bersin. Nəhayət yaxşı. Mən deydiğanı Muhammed sizləb bədiyə. Bu gayet mühim. Yana bir talbatı onda qo'ysanlar, ondan bu to'g'ri qisqish to'xtalaylik. Yana bir cho'ng sinoqqa duch kelgan İbrahim payg'ambar. Rumaysa? İbrahim Aleyhisselam otga tushgan chog'da ne so'rdi. Nəhayət yaxşı. İbrahim Aleyhisselam otqa tashlangan. Ondan keyin Alloh taolo ot sovuğun deb İbrahim Aleyhisselamni ko'ydirmagan va o'tning ichidan sog' salomat chiqqan ekan. Bu bek cho'ng mo'jiza. Tasavvur qilib qo'yinglar, bek cho'ng o'tning ichidan bir insonning hech qanday ko'ymay salomat chiqishi Allah'ın onu qanday muhofizat qilganligini bizga ko'rsatib beradi. Endi biz Boy Muhammad degandek İbrahim Aleyhisselam'ninki Qurban Hayit bilan bo'lgan munosabat to'g'ri qisqacha to'xtalib boqaylik. Ayni chog'da İbrahim Aleyhisselam tush ko'rdi ekan. Tushida
Allah Taala onunğa oğlu İsmail aleyhisselamni qurbonlik qilishni buyurgan. Bu chog'da İsmail aleyhisselam bek cho'ng emas, shunday kichikkan. Sizlardan balki azroq cho'ng. Ondan keyin İbrahim aleyhisselam Allohning buyrug'i bo'yicha o'g'lini qurbonlik qilish uchun bir yerga olib borgan va u yerda pichoqni surkaydigan. Ammo pichoq o'tmaydigan. Yana qayta surkaydigan, o'tmaydigan, pichoqni qattiq bek bilgandan keyin, ya'ni pichoqni ishtiklatib, undan keyin surdigan, yana o'tmaydigan. Bu chog'da Alloh taolo ey İbrahim, sen sinoqdan o'tding deb İbrahim aleyhisselamga bir qo'chqorni qurbonlik qilish uchun akib bergan ekan. Shundan keyin musulmonlarga bu kun bizningki İbrahim aleyhisselamningki shu qurbonlik qilganlik vasilasi bilan qurbonlik olib yetib kelibdi. Amaliyotda biz bu chog'da qurbonlik qilishlik maqsadimiz hargiz bir qo'yni qurbonlik qilish emas, balki qanday qilish Alloh taolaning buyrug'iga amal qilganligimizni, Allohning buyruqlarini itoat qilib, taqvodorligimizni ifodalaydigan bir qurbonlik deganimiz amaliyotda Allohga bo'ysunish, Allohga taslim bo'lish va Allohning buyruqlarini joyiga keltirish, ya'ni o'rinlash sabablar. Bizningki qo'yimizni qurbonlik qilishga Allohning hech qanday ehtiyoji yo'q. Bu yerda muhim bo'lgani bo'lsa, Allohga bo'ysunish va taqvodorlik qilishdir. Tajgün ma'lumga rahmat. Endi Qurban etninki nimishqa kelib chiqqanini, biz Qurban etni nimishqa tabriklaydiganligimizni, Qurban etni nimishqa qo'y o'ldirdiganligimizni yoki kal o'ldirdiganligimizni bilib oldinglar-ku. Bundan bo'lsa bolalar mehmondoshlikda pek uzun o'ltirmasak bo'lmaydi. Biz hozir çayimizni ichdik, tamqimizni yedik, hikoyamizni angladik. Endi asta qaytaylimi? Qaytishdan burun qanday qilamiz? Duo qilamiz, kelgan uyga barakat tilaymiz shundaqku. Amsa, amchon o'g'il bola Muhammadga sen duo qilib ber, Muhammad. آمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا للمسلمين